Assalomu alaykum hurmatli xaridorlar. O'sha shim temasida sizlarga hammalarga qiziq bo'lgan shim do'konimizdan afsorini qilib beraman. Ha aytgancha, shim do'konlarimizda katta o'zgarish, ya'ni sportivka bilan koftalarni ichiga qo'shganmiz. Koftalardan optim bor. Tak narxlarini nima bunaqa? Rosa katta sotuvchimiz bor. Juda ham muhim sotuvchi bu kishi. Mana bunaqa ham qilaverar ekan. Tak aksiyada 119 mingdan skidkada beramiz. Razmerlari hammalarga bor. Keyin shimlarning yangi modellaridan tak toshli variantlari kelgan, letniy variantlar. Bular yozgi. Вообще chiroyli, qarang, modniy, chiroyli. Albatta ham yevropeyskiy qizlarimiz bemalol kiyib, tadbirlaringlarni o'tkazsanglar bo'ladi. Optimga narxi boshqacha, dona narxi bu. Optimchilar bemalol telefon nomerlar qoldiraman, ular bilan telefonlashib, optimga savdolashsanglar ham bo'laveradi. Savdolashsa bo'ladigan joy bor. Rasvetka razmerlari har xil, xohlang toshli variant, xohlang toshsiz variant, toshsiz variant. Materiallari juda ham yumshoq. Massa narsa. Kiyganingiz ham bilinmaydi. Posadkasi juda ham chiroyli. Endi mana shuni kiysam, negativchilarim yurangiz qilib qoladi. Shuncha kiymoqchi emasman. Tak, qochmanglar, odam ko'rmasmiz. Qochib ketganlarni ham olsam bo'ladi. Bitta shatta olib bunday qaytgan. Qarasak. Bitta bo'linglar. Lekin mayli baxtli bo'linglar. Biz hozir o'z Ramazon kunida hammaga prosta omad, baxt va bomba skidkalar xaridlarni e'lon qilganmiz. Sizlarning o'sha do'konimiz shundoq bekbarakadan kiraverishingizda, shuni kirganingizda tepada oshxona, pastidagi birinchi do'konimiz 671 do'konda hammalarni kutib qolmoqda. Xohlasanglar optim, xohlasanglar dona.